3-chi qism. Men Yezim Kotkot bilan Olim Bodekning oldida o'zimning bir qizga ko'z tashlaganligimni chandırib qo'ydim. Vay, Ahmad, o qiz yomon emas, chiroyli qizkan. Ko'niladi-ku, basa chaqqandan, bir kun ish ko'r qilib topqandan deydigan gap bor. O qizga vaqtida gap qilmasang, boshqalar pamilab ketmasin. Maqina, qandoq gap qilaman men? Ahmad, sanami Olim Bodekning kesili yo'qmaganda? Sen mi qizlardan qo'rqmayman demaydigansan? Yo'q, qizlardan qo'rqmayman. Shu nima deyishni bilmayapman. Men sana o'qitib qo'yaman. Bu jatcha, meni ustoz tut, aldimi? Bu nima deydiganda endi? O qizni men yo tonimisam, qandoq gap qilaman? Tonimisang, tonishmamsa daltosh. Ma'qul. Undaqda nima deyman? Men sizni bir ko'riblik yaxshi ko'rib qoldim. Menga tegamsiz desanglar gap tugamadimi? Menga va sarang. Olim Bodek bilan Yezim Kotkotga bu ishlar o'yin bilindi. Ammo yuragimni tutib baqsam, rostila o qizga ko'yib qolgandekmi qalatdim. Yezim, sen olimdan qaraganda qizlarga xeyli jiq gap qilib baqan. Seningcha o qiz meni yaratami? Voy. Köydan degina köydan. Yezimning bu sat yejishi meni bir xil o'ng'aysizlantirib qo'ydi. Bo'ladi, hammamiz o'g'il bola, rost gapni qilay. O qizni yoqtirib qoldi. Ko'zimga issiq ko'rinib qoldi. Aniqli oshiq bo'lib qopsan-ku mana. Men bilmadim, ish qilib bir xil ko'zimga iliq ko'rinib qoldi. Ahmad, senchi biz ikkimizga o'xshamaydigan bir kasalga giribtar bo'libsan. Men havat tuzuk gap qilib qanday kasal giribtar bo'libdim men. Aşıqlıq kesili birader, aşıqlıq. Bu yerda qo'riq gap setib turmay, shu qizning ismini, uyini topsaqlab bo'lmadimi? Nimadoq oldirsan? Bo'lmaydi. Nima qo'rqsan? Biz tursaq. Mana. Axinat to'li saranliq qilmanglar. Men faqat ko'zim tushib qoldi dedim xolos. Unda qilmayli bo'ldi. Bunda qo'rqib yursan, bir umr bo'yda qalasan. Erga tegsang bo'ladi shu. Qanday dedim? Bu gapning chini bor. To'g'ri gap bo'ldi. Olim Bodek bilan Yezim Kotkot onimig'inimga onimay meni yuqorqi mahalla tarafga qarab elib mangdi. Chunki o qiz bizning mahalladan emas. Agar bizning mahalladan bo'lsa, cho'qim uni taniydik. Ahmad, o qizni ko'rganda yavaşlik qilib ishninga ta'rif qilib yurmagan hamda. Gapni o'dilida aldingmi? Nima deyman? Meningcha bamaylicha qaytib ketaylik. Manga, kap bo'ldik yuqorqi mahallaga. Manga. Biz yuqorqi mahallaga yetib keldik. Hamda uchimiz o qizning izdirkini qilish uchun mahallani chorlab, u yoqdan bu yoqqa mengib yurdik. Axinlar, ketaylikcha bo'ldi. Nimada qildim avo, o'ylab qo'yaylik davasa odam. Sening japoyingni biz tortib juma. Shuni demadingandaymi? Qandoq nima aysan? Sen haqni yaxshi ko'rib qolsang, biz sening uchun izdavasak. Nimanda gaping to'linimisan? Kim meni yaxshi ko'rib qoldi deydi, tuzuk gap qila. Men faqat ko'zimga issiq ko'rinib qoldi dedim shu. Shu ko'ziga issiq ko'rinib qolganlik, yaxshi ko'rib qolganlik. Yaxshi ko'rib qolganlik tegima olaman deganlik bo'lmamdi. Sen nimanda? Yezim Kotkotning gapi to'g'ri. Olim, sen uni qo'llayotsan-ku. Ahmad, sen bu umringni to'y qilmay o'tib ketmaydigansan. Hozirdan boshlab qizlarga gap qilg'ach turmasin bundaq. Olim Bodek to'g'ri dedi. O'cha qizlarni ko'zi ishni siydigan nima? Sen bo'lsangmi bir o'ngsaq odam bo'lgan ekan, qizlarga gap qil. Tuzuk gap qila, ig'izig'i bekamoning. To'g'riga, xatamit-ya. Bo'shroq gap qilinglar, yo'lda odamba anglab qolsa turmamdi. Nima chatig'imiz deyma? Biz ya haqning ochiqlarini paylab kelmasak bu yerga. Yezim shundoq deginicha mahalladagi har bir uyga o'g'ri mushukdek tamiz qilib marlab mengishga boshladi. Bu ikkisining menga bir qizvalni tepib berish uchun jabo tortayotganini o'ylasam, bir turib kulgim keladi. Yana bir turib xushliqim keladi. Ag'ina, o qiz bu mahallik emas o'xshaydi. Bo'ldi, qaytib ketaylik-chi. Astahani manda bela boshliq qiladigan mava. Dal mushu mahallak. Bo'lmasa, voy boltlar, ish qilib mushu mahallak.
Yezim kotkot shundoq degenicha meni mahalla oriltib yurdi. Biz bir bog'ning yenidan o'tib ketayotganimizda bir necha qizlarning bog' ichida kulki chaqchaq qilishayotgan ovozini anglab darhol bog' tarafga yugurdik. Hey, oldin ama bu bog'ning ichida qizlar bor ekan. Oldim. Öyle qiz mushu bog'ning ichidami ya? Asla bog' ichini ko'gili bo'lsa bo'ladi. Tam borgan emasmi, qanday qilmas? Men seni o'ylab qo'yay. Sen chiqib qarab boqamsan ya. Ma'qul. Hey, Ahmad bilan ishkanlar meni o'ylanglar. Men tomning ustiga chiqib qarab boqay. Qanday? Ma'qul, ular ko'rib qolmasin juma. Yaqay, ular ko'rib qolmay tez bo'la. Olim bo'dek bilan ikkimiz Yezim kotkotni bog' temiga yo'lab chiqarib qo'ydik. Yezim, qandoq ekan? Dahi ko'ramadim, to'xtab tur. Pastroq gap qila anglab qoladi. Oldimdagi olma daraxtining shexi to'sib oldi deyman. To'xtab tur, men yaqinroq o'tay. Mal tarafga voyjaq. Yezim, sana bir ish bo'lmaganda. Belim sungan o'xshamamda, bag'ishiga tushib ketdim. Astamda qanday qilmas? Tez uni tortib chiqarib olayli. Sen meni tomga yo'la. Amisi ehtiyot qil jimo, sen tushib ketma amdi. Yo'q, tushib ketmayman. Tez yo'lab qo'ya. Olim bo'dek meni tomga yo'lab chiqarib qo'ydi. Tom ustidan bog' ichiga qarasam, Yezim kotkot joyida so'naylanib yotgan edi. Yezim, sana bir ish bo'lmaganda. Yo'q, belim sundimi, qo'rg'anmi, ish qilib og'riyotdi. Men Yezim kotkotni bog' ichidan tortib chiqarib olmoqchi bo'ldim. Ammo tomning ustida turib, pastdagi odamni to'piga chiqarish bakla tas ishgan. Voy, nima ish bakan? Ahmad, tez meni tortib chiqarib ol, ish bakan. Bala kelsa qo'sh kepti degandek, bu bog'da ishning borlig'ini kim o'ylab boqqan? Ahmad, nimaga qarab tursan? Tez meni tortib ol deyman. Mana qandoq tortib olaman? Anangni o'lgirish kelyapti. Qarab turmay bir amallik qilmamsan. Yezim kotkot bo'lsa, put ko'ygan to'g'idek u yoqdan bu yoqqa qadirib, bog'ni necha aylanib chiqdi. Ish bo'lsa, to'xtamasdan uning orqadan qovladi. Olim, bog'da ish bo'lgan. Yezimni qovlayotdi, qanday qilamiz? Biz qanday qila olaydik? Birdan qovlasan. Nima? Sarangmi nimasan? Uni ish qovlayotdi. O'lgir nasmasdiga. Bog'ni orqa ishki tarafga bosin degina. Yezim, bog'ning orqa tarafiga ishki bora. Bu o'lgir ish meni qovlayotsa, ma'qul. Ahmad, bu Yezim kotkot nimadoq chiqib bo'lamaydi. Ishni u tishlayapamdi, uni tishlayapamdi. Bilmadim, bir oz saqlab boqayli. Yezim. Olim bo'dek bilan ikkimiz ishning chirqirgan ovozini anglagandan keyin bir-birimizga qarab turib qoldik. Olim, rost dedingmi qandoq? U ishni tishlamaganda? Yezim, hayotmisan deyman. Mana chiqdim. Boy ishni nima qildi? O'rdim. Ishni tishlamagan bo'lsanglar bo'ldi-ku endi. Kim ish tishlaydi ekan? Madajo ish tishlaydigan qo'yiq juma. Yezim kotkot shundoq deginicha bog' ichidan ishdan ko'ngliklari yertilib ketgan holda oldimizga chiqdi. Yezim, nimadoq divonidek bo'lib ketding deyman. Manga ner tura manga. Misi sening ishing. Sana xotin tep bermanda bo'lgan ahvolim shu. Yezim, tomning ustida turib ko'rsangmi mayli. Nimada bog' ichiga o'zingni otsa deyman. Bog'ning ichiga o'zimni otmagan, shu teyilibga tushib ketdim. Hamisi o'kinmisan bog'dek, u o'zingning sho'rkan. Mahallada menda rasvochilikda yursak bo'lmaydi. Asli mahallaga qaytib kelsak bo'lamdi ekan. Demisimi, uning ahvoli bakla nachar edi. Kiyim-kechaklarning saq yeri qonmagan. Har qanday bir odam bir qarabla uning ko'chadagi divonidan farqining yo'q ekanligini bilib oladi. Yezim, mahallaga bog'ichi xeli pul topadigan bo'lding, ha? Nimada gap qildim, nimada? Kelisha o'zim ketdim bo'ldi. Chaq-chaqib qo'ysam nimada qilsa?
Ay, moşumu çaqçaqmı deme, adamni onu bununla o'xshatib. Beklik kulgim kelyapti. Ay, ezim, sana çaqçaq qilyapmiz. Ay, bu çaqçaqningmi chekiba, moşumu gapmi deyman. Ay, bo'ldi, xaponmag'ina. Ah, bo'ldi, buguncha o qizni istamayli, mahallaga qaytib ketayli. Ah, ma'qul, amsa qaytib ketayli. Biz boshqalarning ko'rib qolishidan ansirab, etiz orlab mahallaga qaytib ketmoqchi bo'ldik. Ag'inlar, biz bir o'yin o'ynasak qanday? Qanday o'yin? Ahmadning shu qizni keltirmaydiganligiga do'tik emas. Qanday? Bu gap bo'ladi ekan. O'tishima. To'xtanglar. Bu ishni bunda qamarga aylantirib o'tmasak qanday? Ahmad, o'zingga ishonching yo'qmi? Qanday? Bansing yo'q o'xshamabdi. Men bu umrimda biror qizga gap qilib boqmasam, meningcha qilmayli. Ahmad Yavaş degan ismi jismonga loyiqli bir nima ekansan, bir erkishdak bo'lsan qanday? Yezim ko'tkotning bu gapi sal mening ochiqimni keltirib qo'ydi. Ma'qul, o'tsak o'tishdik. Undaqda qanday o'tishimiz? Endi o'g'il bolada gap qilding mana. Macho, sening o qizni keltiranmasligingga o'tishimi? Ma'qul, undaqda olimbodak sancho. O qizni keltiranmaysan, u aniq. Biroq men sana ishonaman. Sening o qizni keltirolmaydiganligingga o'tishiman. O'tishni o'tishamiz. Nimadan o'tishimiz? Men 150lik Yamahaning tikima. Motosikletini uttirib qo'yib eshakka minib yurasan ekan. Voy, uttirmasam mayli. Ma'qul, undaqda men eg'ildagi qor poqlam bilan o'tishima. Ma'qul, undaqda gap ochiq bo'lib kelsin. Alimbodak, sen onun o qizni keltiralishiga o'tishding, shundaqmi? Albatta. Bo'ladi. Men uning keltiranmasligiga o'tishdim. Ahmad, sancha? Men nimaga o'tishima? O qizni keltiramamdan. Bilmayman. Mangina dalta, bilmayman deb qarab turdi-ku bu. O qizga nima deyishni bilmayapsam, qandoqmi keltirma? Mana, ish aydin bo'ldi emasmi? Men yangidigan o'xshayman. Hey, Ahmad, o'g'ildik bo'la. Ma'qul, undaqda o qizni keltiralishimga o'tishima. Nimadan o'tsa? Uydagi narsalarga kuchim yetmaydi. Men mansum o'tishay. Ma'qul, o'tishdik. Biz qiladiganga ish topolmagandek, endi bu ishni o'zimizga topdik. Chatoq yeri shuki, biz o qizning nada turadiganligini va ismining nima ekanligini bilmaymiz. Hey, og'inlar, bir qiz bola kelyapti. Olimbodekning bu gapini olib, darhol beshimni ko'tarib qaradim. Darvaqa etiz tarafdan bir qiz bu yoqqa kelyapti. Og'inlar, u biz izlayotgan qiz emas-da? Menmi bilamadim. Bir o'xshatib, bir o'xshatanmayapman. Yaqinroq kelchi saqlab baqayli. Agar shu qiz bo'lib qolsa, Ahmad, gap qilchimi? Mo'shu etizda gap qilamanmi? Etizda gap qilaman degan qanday gap? Amsa nada gap qilatdan? Bu qanday bo'la? Men nim deyman? Va dalt soltak ismini so'ramamsan. To'g'ri, ismini so'raysan. Ondan tanishib qolsak bo'lamdi deysan. To'xtanglar. Dal shu qiz shukan. Dal shukan. Yezim kotkot o qizni ko'rib xushliqida eg'iz qo'liqiga yetdi. Darvaqa Yezim kotkot aytgandek, o qiz dal biz izlayotgan qiz shu ekan. Og'inlar yaqinlab kelyapti-da, ketaylik-chi. Nima deydim ava? Yezim kotkotga uttirib qo'ymas. Men qari paqlanni, sen 1000 so'mni uttiribsan. Asta, amisi qanday qilaman? Boy biz deganda qilmamsan. Ma'qul. Yaqinlab kelyapti-da, ishlar san qoldi-jimi? Biz aho tarafga ketdik, sen o'zing gap qilsan jimamsan. Ketmanglar. Voy, seni yaratmaydi o'tiribshada. Yezim kotkot bilan Olimbodek meni tashlab qo'yib ketdi. Men o ikkisining qarshi yetkichi ularga qarab turdim. Darhol orqamga burilib qargan vaqtimda o qiz mening yenimga yetib kelgan edi. Yaxshimisiz? Mening ismim Ahmad. Yaxshimisiz? Mening ismim Rizvongul. Shundaqmi? Men sizni olaymi deb, yo'q, siz bilan tanishib qolaymi deb. Qallisning dadi bormi bu sarangning? Men o'diqib ketganimdan o qizga qalaymiqan so'zlab qo'ydim. Biroq jur'atga kelib so'zlaganligimdan shunda xush bo'ldim.
4-chi qism. O qiz menga sat olayg'inicha meni sarong'a chiqarib ketib qoldi. Ammo hech qisi yo'q. Men uning ismini bilib oladim. Hey, Ahmad. Ben sana kelcima. Qanday qoldi? Qanday qoldi? Yezim kot bilan olim bodek bu ishlarning qanday bo'lganligiga qiziqdi. Ular hozir mendimi bak xushal bo'lib, eg'izlari quloqlariga yetishgan edi. Rost gapni qilaymi? Ay, tilingni chaynamay digina. Qanday qoldi? Ay, tez demamsa odamni taqozo qilmay. O qiz meni tilladi. Nima? O nima deydi masaranga, nima tilladi? Men bakli o'diqib ketib xato so'zlab qo'yibdim-a. Shuning bilan tilladi shu. Ay, orqangdan bir ish qo'g'lamagan ekan, oldirma gap qilsang bo'lmamdi deyman. Menmo boshqa gap qilmagan, shu tanishib qolaylik demoqchi edim. Biroq undaq demay, men sizni olaymiki deb saptiman. Shuning bilan tilladi. Va beshini yediga sarang obdan bo'pti. Lahani menda ishni buzadigan nima sen deyman. Ya bu mendiki xatolik bo'lmasa, shu o'diqib ketdim. Ay bu bir qiz balaga o'ngshab gap qilamay ishni buzib qo'yibsan. Endi qanday qilamiz? Shuni demamdigan, o soltak. Hey, ish aplashmagan ekan. Men yangdim. Ishkani yengib oldim. Hey, mangina, bu hisob emas, boshqadan kelmas. Qanday chidamas nimisan? Men qanday chidamas qildim? Hey, to'xtanglar. Tunji qadimdili bundaq ishlar hal bo'lib ketmaydi. Oldirmay bo'lmamdi. To'g'ri, oldirmay hal bo'ladi-da. Ma'qul, ishkini ber, ma'qul. O ikkisining xiyoli bo'lsa, bir-birini utish edi. Ammo mening xiyolimda bo'lsa, o qizning ko'nglini utish. Hey, og'inlar, menga yordam qilgandan oxirgacha qilsanglar qandoq? Yana nima yordam qilamiz? Yordam qilaylik desa, o'zing ishni buzib ekansan. Yana qandoq yordam kerak? O qizning uyini tepish pasanglar qandoq? Ma'va nimada qiladi endi? Bosi o qizning uyiga do'stqon ko'tarib kirib, sana epmi berili tayli qandoq? Nimada sesiq gap qilsan? Tepishpamman desanglar bo'lmadimi? O qizning uyini tep qanday qiladi? Bu qatim uyini ko'rib olsam, qayta yana izlab kelmamdimi? Menga qaysi o'zing bilan nomus qilmay yana izlab kelasisan? Nimaga nomus qiladi? Ya, o qizni bu ejizlikda so'yib olmasa, nomus qilganda ish yo'q. Yana bir qatim izlab kelamiz. Mana mahallaga kirib, o qizning uyini topamiz. Ma'vu gap bo'ldi mana. Mag'na. Bakla asha. Ma'qul. Biz bu mahallaga yana qaytadan kirdik. Bu qatim olim bodek bilan yezim kot menga yordam qilmaydigan. Hamma ishlarda o'zimga taynadigan bo'ldim. Ularning menga yordam qilmaslik sababi bo'lsa, chunki ular o'tishgan. Ularning ikkisining birisi yangish kerak. Hey, oldirmay menga, putum og'rib ketdi mening. Ma'vu saltakna. Qiz balani sen paylasang albatta sening og'riydi-da. Mening og'risi bo'lamti. Herib ketdim shu birdam o'ltirib ondan mangayli. To'g'ri azmay mangina. Biz mahallaga kirib, oyoq-boyoqlarga qarab, yeli o uy, yeli bu uyni tanglab yurdik. Ammo o qizning qaysi uyda ekanligini bilmadik. Voy, nali qiz bola bor edi, bu faqatla tap qilolmaydigan. Men ismini bilib olgan. Bo'lmasa ismini so'rab boshqalardan izlab topamdik ya. Va menga sana qaq-choqagan sarang, endi damsan deyman. Ya, sizlar so'rmasanglar. Degina, ismi nima ekan uning? Rizvangul. Mundaq degan, Rizvangul. Undaqda mahallada Rizvangul ismli odam bormi yo'q? Shuniga qarta istamdoq. Agar o'xshash ismliklar bo'lib qolsa qanday qilamiz? Masalan, qeri xotin degandek. To'xtanglar. Mahalladagi kishilarning hech qaysini biz tonimaymiz. Tonimaydigan turib boshqalardan Rizvangulning uyi qaysi desa, qanday tura? Albatta, kalit tezligini tamg'i chaplagandeklar sat turadi-da. Amisi birer amal topmamsan. Mana qilaylar. O tarafda bir necha manq shumla o'ynab o'tibdi. Shulardan so'rab basa qanday? Kichik bolalar bilami? Voy, ahvol bir so'rab baqmaymanmi? Ma'qul, amisi so'rab baqaylar. Yezim kot shundoq deginicha bir to'p kichik bolalar o'ynayotgan yerga berib to'xtadi.
ularning orasidan yoshqa cho'ngrog'idan birini tepib, Rizvangul ismli birini taniydigan yoki tanimaydiganligini so'radi. Hey, Hukmay, Rizvangul ismli bir qiz bolani tanimsan, ha? Taniyman. Nima bo'ldi? Ondaqda uyi qaysi tarafda? Bu mahallada Rizvanguldan pek ko'p. Qaysini deysan? O'zi chiroyli, egiz. Qatiqamida kelishgan bog'maq bir qiz. Tanimsan? Hey Mahmud, bu sening ochangni izlaydi ekan. To'xta. O shumtak, men xalqning ochini izlamayman. Men faqat uyni so'rmoqchi. Uyni bilamsan yo'qmi? Uyni bilaman, biroq uning ochisining ismi Rizvangul. Nima? Shu Maynat manqidan shumtakning ochisining ismi Rizvangulmi? Esim tuzuk gap qila. Voy, sen aralashmay turg'ina bir. Afkam, bu mahallada qancha Rizvangul bor, ha? Taxminan 4 Rizvangul bor. Ondaqda meni bir-birlab ularning uyiga apramsan. Qana, sana kampit berman, bo'landa? Ma'qul? Ha, hamda yaxshi bo'ldi. Mana. Ezim shundoq degunicha, eliqi kichik bolani oldiga selib maqdi. Biz bir uyning oldiga kelib to'xtagan vaqtimizda Ezim u bolaga sharat qildi va u uydan Rizvangul ismli qizni chaqirib chiqishini, ondan uningga kampit beradiganligini dedi. Biz uchimiz bo'lsak, bir bo'longa berib, mökünib o'tirib, ularni kuzatdik. Qara, chiqdi. O hech eliqi Rizvangulga o'xshamaydi-ku. Axila, o emaskan. Yağmağın kötekdek yo'g'on nima o? Olim Bodekning aytganidek, o qiz bakli semiz yo'g'on qiz edi. Endi qanday qilamiz? Boshqasiga boramiz. Hey, bu yoqqa kela. Deginingdek chaqirib berdim. Endi kemtibba. Mana, shumtak, u emaskan. Menga boshqa Rizvangul kerak. Bu emaskan. Boshqasiga boramiz, boshqasiga. Biroq kemtibdim-ku. Beraman, mana. Biz uchimiz xeyli uzun yo'l yurgandan yana bir eshikning oldiga kelib to'xtadik. O bola yana bir Rizvangulni chaqirdi. Ammo bu qitimqisi qayr bir ayol edi. Shunda qilib biz yana boshqa uyga mangdik. Axila, bu qizni tepish uchun xeyli jafo chekadigan o'xshamamdiq. Bo'lmasa bo'ldi qilamdiq ya. Nima deb bo'ldi qilmas? Men buning qari paqlinini utmasam bo'lmaydi. Yana sening 1000 so'm pulingni batiga. Yezim kot. Nima yo'qonchilik qilsan, ha? Sana uttirib qo'ydigan odam nadikan? Sening qarivash paqin motorini utmasam hisob emas. Men sening qari paqliningni utaman. Men sening qari motorini utaman. Men seninkini utaman. Bo'ldi qilinglar, bo'ldi. Agar men bu ish bilan qarim bo'lmasa, hech qaysinglar bir-biringlarni utanmaysizlar. Nimadoq bering boshlaymasan? Boyi maydonga urayotmabdi. Endi nima bo'ldi? Amisi quruq gapni oz qilib, o qizning uyini topmamdiq. Ag'ila, bu sal murakkab bog'dak. Chonroqdan o'tishamdiq ya. O'tsak o'tishdiq. Kimdan qoladi? Ishking nimadoq qilishsa deyman. Men 5 qo'y bilan motosikletimni o'tishiman. Men 3 qo'y bilan bir kalini o'tishiman. Ma'qul, chataq yo'q. Ammo olim bodak sana deb qo'yay. Sen utirib qo'ydigan bo'lding. Ahmad hargizmi o qizni keltiramaydi. Ahmad, o qizni keltira. To'yini o'zim qilib qo'yma. Nimadoq gap qilsa? Ahmad, mashining oldida bir lavzi qilmagan odamni. O qizni keltirib baq. Keltiramay qolsang, hammangni men utaman. Keltiralisang, o chaqda ahvol boshqacha. To'xta. Bu ishkani bu o'tishkiniga o qizni keltiram demayman. Men ishkani bu o'tishkiniga qiziqmadim. O qizni rostda yaxshi ko'rib qoldim. Ko'yding degina. Barakallah, amisi utqidakmas. Mana, o qizning uyini topamas. To'xtanglar. Biroq o qiz qo'shilmaydiganda qiladi. Nima deb qo'shilmag'dak? Shu ochiq sal yomonkan. Uningda bor ochiq tarixamakdan bor. Mangina. Olim to'xtag'na. Sal ansirayotiman shu. Nimadan ansiraysa? O qizga seni tishlawamasa? Tishlashni tishlamaydi, lekin nima deyishni bilmasam shu. Qiz balaning oldiga borgandacha gap degan o'zi tayyor keladi og'zingga. Ma'na. Ular ikkisi shundoq degunicha qo'limdan tortqishlab mahallaga ichkarilab mangdi. Ukam, yetib kelay dedikmi? Oz qoldik. Bu uy shu.
Shumtak, yana emas bo'lib qolsa bu qatim kampit yeyman demoqchimi? Lekin sen kampit berman degan. Avval shu qizni bir topqin ay. Ma'qul. Tez bo'la, chaqira. Bu qatim uyning ichidan yashangan bir odam chiqdi. Heliqi bola u kishi bilan bir narsalarni deyishgandan keyin orqadan bir qizmi yetib chiqdi. Otel men izlayotgan Rizvangulning o'zi edi. O qizning bayatınqı muz talati amdilikda yo'q edi. Sochlari qo'yib etilgan, ko'zlari bo'laqdek, lablari bo'lsa qip-qizil gilasdek edi. Uning yiroqdan qaragan siri o'zini tuta olmay, borgan siri mabtub bo'lib o'tadi. Tunji qatim birsini chin ko'nglimdan yaxshi ko'rganligim uchunmikin ham, yuraklarimning ritmsiz qalaygan so'qishlari mana xuddi bir muzikadek to'yib beradi. Ahmad, o kız biz izleyen kız şu mu? Ahmad, cevap qaytara. Hey. Ne oldu? Mening bu daldidagi angliqib qilishimdan ularmi ajablanmadi. Chunki o ikkisining ko'zi menda emas, Rizvangulda edi. Yo'q, Rizvangulumda edi. Hey Ahmad, sen o qizni rostli yaxshi ko'rib qoldingmi? Ahmad, ko'zing borganchimi? Ne bo'ldi? Hasad qilyapsizlar? Kasafat. Bu qiz nimadir tag'irda kiyvagan bog' edi. Qarab baqina uning ballarining enchikligiga. Bah, bakli go'zalkan. Sen ko'zingga qo'limni tiqaydiman. Yaxshi uningga qarama. Qarab qo'ysam nima bo'pti? Rizvangul meningdan boshqa hech kim uningga qaramasin. Men Rizvangulga qaragan siri uningdan ko'zimni o'zalmadim. Faqat mening ko'zimni uningga bog'lanib qolgan emas. Ko'nglim ham uningga bog'lanib qoldi. U shu qadar ko'zimga latomat ham jazbidor ko'rindiki, uningdan boshqa bir inson ko'zimga sal ko'ringan. Ahmad, o qiz kirib ketdi. Naga kirib ketdi? O dahda uyga kirib ketdi. Ko'rib tur, naga kirib ketdi deydi qo'ba. Men xiyollarga berilib ketib, uning uyga kirib ketganligini sezmabdiman. Hey, endi qanday qilamiz? Uni yana bir chaqiraylik. Hey, fikam, bu yoqqa kela bu yoqqa. Nima? Mening kampitim-chu. Hey, sana kampitni jiqiraq berman. Hey, o qizni yana bir chaqira menga. Bo'lmaydi. O ishim bor deydi. Ona bilan nima deyishdi? U mening akamni so'radi. Akam to'g'riliq paranglashgan shu. Nima? O shumtak, nima deb seni akangni so'raydi deyman? Bilmayman, shu akang qani deb so'radi. To'xta. Akang nima ish qiladi? Akang nalik? Akang qani? Hay, bu yoqqa o'tgina. Gap qila. Akang nima ish qilgan nima? Akam o'qiydi. O'qig'ichi deb qo'y. Qaysi dahshada o'qiydi? Endi to'liqsizda o'qiydi. U mendan 3 yosh cho'ng. Undaqda sen necha kirding? 9ga. Yo'qlava shumtak. Ajab qo'rqitdi. Ahmad, jening chiqib ketgili tasla qoldi, adash. Uning gapini bir qilmag'ina. Endi qada qilmas. Uyni bilib oldik. Endi qaytib ketaylik. Keyin kelsakmi bo'ladi-ku. Yo'q, bo'lmaydi. Nima qilmoqsan? Bugunlik gapni ayirib demoqchimi? Boydan beri shuncha avar bo'lib, nimaga avar bo'ldi? Ozroq bo'lsa-mu gapning uchun chiqirib baqmasimda. Esim to'g'ri deydi. Ozroq bo'lsa-mu gapning uchun chiqira. Nimaning uchun chiqiraman? O qizga ozroq bo'lsa-mu tanishlik bermabsan. Olim bodekning gapi o'rinliq edi. Hech bo'lmasa, o qizga o'zimning borlig'ini, yana shundaqla o'zimni tanishtirishim kerak. Bo'lmasa, Rizvangul mening borlig'imni na bilsin. Undaqda o qizni yana bir chaqirg'izamdiq. Kim chaqirdi? O soqindi ketgan tursa. Mahvu ishni endi qanday qilamiz? Bunda qilaylik. Kallamga bir aql keldi. Seni kallanga aql degan kep turdi. Qani ayta. Obdan anglangla. Bu uyning orqasida bog' bor ekan. Ahmad, bog' ishiga kirib, ho'ylig'i chamma atsan. Shundala Rizvangul bog'ning ishiga kirishi mumkin. Qada? Bu amaling bo'lmag'idak. Sen baqmay turib qanday bilasan deyman? Bog' ichida o qizga gap qila oladigan tursan.
Bu amalmi bog'dak, shundoq qilib boqamsa ya. Ma'qul amsa.